Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Moshinka ishqiboz xizmatlari Andijon viloyati Sharxon tumanida moshinkalarimiz mana yasalayotgan holatlari, tayyor holatlari ko'rishingiz mumkin. Moshinkalarimizga Xitoy, rossiyskiy moshinkalarimizga ham zapchastlarimiz bor. Bizda undan tashqari charxlash xizmatlari bor. Tig'larni charxlab beramiz. 50 ta 100 tagacha qo'ylar junni olinaveradi. EMSU 200 moshinkalarimiz narxlari 4.200.000 so'mdan. Haqiqiy Aktubinskiyda ishlab chiqarilgan EMSU 200 moshinkalari bemalol 100 ta 200 tagacha qo'ydi junni olaveradi, qizib ketmaydi. Mana kompleklari. Xudo xolasa kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xitoy apparatlargacha zapchastlarimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana tayyor, yig'ilishga tayyor holatida hozir. Agar buzuq moshinkalaringlar bo'lsa, Xitoy yoki rossiyskiy bo'lsa, yo blokdaniyasi bo'lmasa, bemalol aloqaga chiqsanglar, qilib beramiz ularni ham. Bu yoqda tayyor EMSU 200 qovurg'alari bor. Yig'ib berilaveradi. Mana bu yerda ham zapchastlarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Charxlangan tig'larimiz, saldor tig'largacha bor, xudo xolasa. Mana bunaqa saldor tishlarimiz ham bor. Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda qilib beraveramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Zavatskiy o'zini saldori bilan turibdi. Bunaqadan ko'p hozir qolganlarni ham ko'rsatamiz. EMSU 200 mana apparatlarimiz. Eng zo'ri, eng puli shular bo'ladi. Va hurmatli obunachilar, mana sizlarga aytgan saldor tishlarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Mana cheklanmagan miqdorda katta, kichik, komplekt hammasidan bor, xudo xolasa. Bemalol murojaat qilaverasizlar. SSR paytda mana ko'rishingiz mumkin. Kimga tig'lar kerak bo'lsa, moshinkalar kerak bo'lsa, Xitoy buzuq apparatlari bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hamma xizmatlarimiz bor. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz hammasini. Tig'larimizni ham, charxlashlarini bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Moshinka ishqiboz xizmatlari Andijon viloyati Sharxon tumanida moshinkalarimiz mana yasalayotgan holatlari, tayyor holatlari ko'rishingiz mumkin. Moshinkalarimizga Xitoy, rossiyskiy moshinkalarimizga ham zapchastlarimiz bor. Bizda undan tashqari charxlash xizmatlari bor. Tig'larni charxlab beramiz. 50 ta 100 tagacha qo'ylar junni olinaveradi. EMSU 200 moshinkalarimiz narxlari